Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti faoliyatiga oid yangiliklar hafta xabarnomasida. E'tiboringizda hafta dayjesti. Institut yosh olimi Mavlonov Ulug'bekning o'z yo'nalishi bo'yicha ingliz tilida noodatiy bergan intervyusi taqdim etildi. Institut Jov xalqaro ilmiy ta'lim platformasi bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan institutda ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazilib, buyuk sohib Qur'on xotirasi uchun maxsus rolik taqdim etildi. UzReport telekanalining huquqiy nigoh ko'rsatuvida milliy farmatsevtika rivoji, mahsulotlar sifati va xavfsizligi hamda yangi institut tashkil etilishi masalalari muhokama qilindi. Yoshlar radiosida oqshomga qadar loyihasida institut vakili ishtirok etib, yuqumli kasalliklar, profilaktika va zamonaviy ilmiy izlanishlar haqida suhbat olib borildi. Shu va shu kabi xabarlardan doimo boxabar bo'lishni istasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib boring.